Boynum yel turqaptı ki. Şunda bir yaram vakit var mende. Lekin ma videonu tatmasam, ma gapni deyishni unutib qolman. Mushu hikoya so'zlaydigan, jinshiliqi to'g'ri oqqan qizlarniki chingan ventisini so'zlaydigan bojolarning shibisini sizlar ko'rishni yaxshi ko'rsizlar, albatta men ko'rishni yaxshi ko'rmanda. Shuni ko'rish jarayonida men bir narsani his qilib qoldim. Bu qizlar mayli er tarafdan zarba yegan bo'ling, mayli kichik vaqtingizda urug' tuqqanlaringizning uydagi urug' tuqqanlaringiz yoki turmush bilish qo'shnilaringiz sizga zarba yegizgan bo'lsin, sizga bir askalik qilgan bo'lsin. Bu qizlarning ko'praklarida bir o'rtaq bir xil singli bo'lib qoldi ekan. Zıvoqva yiqildigan. Men aski bo'lib qoldim. Men mehnat bo'lib qoldim. Bu ganjinglar. Deydigan bir xil o'zidan xo'y yiqildigan bir singli bo'lib qoldi ekan. Bu nima uchun? Bu siz o'zingizni xo'y yiqilib siz o'zingizni kamsitadigan masala emas. Bu xatolik faqat sizda emas. Bu haqda. O'zingizni baho qilishni o'rganing. Mashhur to'g'rilarni ko'rgan vaqtda ila qizlarning kishingizda men bunda bo'lib qoldim, endi men bunda bo'lib qoldim, endi men erkishni oldiga bosam bunda cho'jarim bo'lib qoldi. Yoki musponodiki meni erlar bunda kamsitgan bo'lib qoldi. Bunda shinglik bo'lmanglar. Bu sizlarga xatolik emas. Kim o'tkazgan bo'lsa shu xatolikni shu bedelini to'lasin. Siz emas.